Sizlere mashina qaranglar, mashina 25 tonnalık dedilar. İçinde bütün g'oli geldi. Görganingizdek eng yaxshi sifatli g'olilar hammasi ichi ponni to'lib turibdi. Hazaras xalqi uchun gelishtirib cho'tka bahoda beraman dedilar. Do'konni ko'rsat, optim joyini ko'rsat deganlar uchun inasizlar. Bundan ortiq g'oli kerakmi sizlarga? Xohlagan g'olilar bor. Eronga deysizmi, Samarqandga deysizmi? Bugun xudo xolasa asosiy Eronga qimmat g'olilar ko'rsatamiz. Zala döşemen desangiz eldimiz bayram. To'ya tomanda keldi uchun ham zo'r skidga etib cho'tka bahoda beradi. Xalqqa nech yangilik etdingiz? Furada tovar geldi, gördük, tushirdik, taxladik. Necha etib berjaysizda Hazaras xalqi uchun? Beraman, Eronskiy g'ollarimiz keldi. O'ta boshqachalari, dum zo'rlari geldi. Hava. Evvelchilarimiz bir tara yib qarokadi. Evvelchilarimiz. Hava. Balari 300 ming so'm, 250 ming, 220 ming so'mdan berib turadik. Ina olayna 350 ming so'mdan zo'rvajlarimiz geldi. Tozasindanmi? Qang, ko'raylik. Bularmi? Buni dastlabkasi ichib ko'radi. Dastlabkasi, tikib berish, apparat döşep berish. Hammasi. G'ollar ham qo'shib beramiz, xudo xolasa kelaverasizlar. Necha so'mlik vazasa, necha so'mlik qo'shib berasiz? 5 milliondan ziyod olsa g'ol qo'shib beraman. Dastlabkasi tikib berish hammasi o'zimiz. Bemalol kelaverasizlar. Ina Eron vajlari uyingizga dun tikib beradilar. Ina tikadan apparatlarni dun geldi. Bemalol kelaverasizlar. 180 ming so'mdan dedilar. Ichalik bu bolalar? 4'e 4'lik. Bunu xohlasangiz xohlagan razmeringizda bor. Kvadratı 180 dan dedilar. Yine aluvchilar o'zlari olib zala döşemende tutdilar. Assalomu alaykum. Neden geldiniz? Toshkentdan. Toshkentdan geldiniz. Sizchi? Sizmi? Xorazmdan. Xorazmdanmisiz? G'olalar arzonmi ekan? Gap yo'q. Narxiga ham gap yo'q, yaxshi ekan. Bozor ponni aynaldingizlarmi? Ko'rdingizlarmi? Boshqa magazinlari? Yo'q, birinchi martga keldik, lekin bizga yoqdi. Men ko'rdim bozor. Nimasi ham yaxshi. Sifati zo'rang? Sifat ham gap yo'q, kelishtirib beradi bolalar. Rahmat aka, ko'rganlaringizdan Toshkentdan kelib turibdilar. Gilam olish uchun. 3,6 dedilar. Kvadrat 200 dan dedilar. Gelishib beraman dedilar. Yanına bir dona va qo'shpon beradilar. Hazaras bozor oldindan kelsangiz. Toza g'oli. Sifatini o'zingiz ko'rasiz. Bular zo'r ekan. Bularda mana qarang. 1% ham chlagi yo'q mana. Ko'rasizmi? Mana. Mana bu bosgan joyim agar chiziq tashlasa u ham prostoy bo'ladi. Qaraymiz mana. Mana. Mana bunaqa orasi ochilib qolsa, u ham prostoy bo'ladi. Orasi ochilmaydi. Ha, bu. Ko'rganlaringizda sifatini gap yo'q. Yuziga Dahshat. nima yoqishmaydi. Uzoqdan ko'rinish. Biz oq ekan. Biz zala döşesh uchun dahshat. 140 ming so'mda tutdilar, eshitganlaringizdan. Sifati zo'r lekin. Oppoq. Baribir eldimiz yangi yil zala döşesh uchun zo'r tavsiya etib beraman. Ha, dahshat aka 3 million 300 ga dogovor oldi. Sena Toshkentdan kelgan bemollarimiz g'olini sotib oldilar. Padarkasidan beraman ichida xudo xolasa. Adresimiz Bagastengadan kelish. Ishidagi birinchi g'oli do'kon bo'ladi. Ben tarafimiz esa Bagatdan Dekkon bozordan kelish bo'ladi. Shu yerdan ham birinchi bo'ladi. Bendan ham g'oli bozorlar bor, lekin asosiysi optimchisi ish bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Nomerlarini ko'p qo'yaman, nomerlarni telefon turib aloqa chiqarasiz.